Jondordan gapiramiz. Biz bugun Ibn Sino mahallasi Buxorcha qishlog'ida mehmondamiz. Biz 25 yillik tajribaga ega Rahmonov Yoqub akaning Bog'i Shamol nomli chorbog'larida mehmondamiz. Har bir daraxtni o'z farzandidek ko'radigan dehqon bog'bonimiz fidoyi insonlardandir. Daraxtlarning parvarishi, rivojlanishini o'zlari nazorat qiladilar. Bu bog'dagi o'riklardan chet elga eksport qilish maqsadida xalq tilidagi g'o'lin, ya'ni turshaklar tayyorlanar ekan. Turshaklarning ham turli xildagi navlari bo'lib, bu haqda tajribali bog'bonimizdan fikr so'raymiz. G'o'ling deymiz endi biz turshakni xili oldin ayirib o'tganimiz iriskasi bor. Keyin ikkinchi turi subxona. Subxona limonni, yubileyni sotlari bor. Bu g'o'linglarning asosiy bitta siri bor. Quritishga yillikka yillik yarim kun quyosh kerak, yarim kun soyda. Asosiysi soyada quritish kerak, qotmasdan tezda olish kerak, terib olish kerak. Bu bog'da Amir Olimxon davridan qolgan eski tut daraxti bo'lib, aytishlaricha Amir Olimxon turli yurtlarga yurish qilgan vaqtida mana shu tut daraxtiga qo'y go'shtini osib ketib, bir haftadan so'ng kelib xabar olishganda ham qo'y go'shti umuman aynimasdan turgan ekan. Demakki, bu joy kislorodga boy, toza havoga ega ekanligidan dalolat beradi. Bu bog'ning go'zalligini his qilmoqchi bo'lsangiz, hech bo'lmasa bir bora kelib ko'rishingizni tavsiya qilamiz.